aslida madhi barar vay buluşlu yürsen ölçerlep el otdi barat moçenlep vay buluşlu yürsen ölçerlep el otdi barat moçenlep yaşasın tapqınım netijab qoyasın men sırdışım mana qoyasın men aslida lavz için baram vay buluşlu yürsen ölçerlep el otdi barat moçenlep vay buluşlu yürsen ölçerlep el otdi barat moçenlep Yaxshimisiz? Sana yaxshimi. Qarang. Ha, yaxshimisiz aka? Qarang, shikar. Chayna. Qanaqa o'tir. Kira. Ben mevcut. Bo'ldi. Rahmat aka. Ansam apanız tugab ketibdi-kan. Şunu bir xabaringizdan bir hal so'rab chiqay deb kirishim. Rahmat aka. Doktorxonamga yo'qlab borgandingiz, avar bo'libsiz. Ay, hech qisi yo'q ekan. Rasuka. Bir MP-san deb bir narsa bor. Mening bolalarim uyda o'ynab yuradi. Bir vaqtda tuyuqsizli sizning opangizning ovozi chiqib qarang. Opamning ovozi? Ha, shuninglamda anlasam intayin suzuk chiqibdi. Shunda gap qilyotibdi-kan menga. Ko'zimga yosh kelib ketdi. Shuning bilan sizni bir anglab boqamken deb ekirdim. Anglab boqamsiz? Anglab boqay, e'lon qilay. Mana qarang. Qo'yib boqay. Qo'y. Men yaxshib qoldim balam. Ballam ondan qaravatdi. Hey. Qeyribdi, yosh vaqtimizga o'xshamaydi ekanmiz. Salomatlik. Muhim ekan balla. Yosh vaqtida diqqat qilsak bo'lar ekan. Qarang. Uy, Baratga buni o'chirib-o'tdingiz-ku, oyog'ini anglab boqayli. Qarang ukam. Ma bir muag'on birdan biz meytugab ketgan qarang buningki. Eli baka uchab qolsa chataq chiqadi buningdan. Ya bo'lmasa, mana shuni elibla saqlab qo'yinglar. Bo'lsa, olib qo'yay. Ha. Aka nech pul berma? Buningga pul elib yursak, shat turib ukam. Voy, olmasa qolmaydi bu sizning narsangiz to'satdan nech pul berma. Anda bo'lsa, o'zingiz bilib bir ish qiling. Voy, aka bu sizning bo'lgan-ku sizdan, ha? Tamam. Anda olsa buningga bir 500 koy bering. Bo'pti.
Oka bu 500 koy deysiz bu azalı nesli bu. Voy ukam, ekilon. Mavago eng yaxshisi, qimmat mavo. Bir much pulliq narsa deyman, eng qimmati mavo. Ya bo'lmasa buni ishlatmasangiz, abballarim naqsh qashlab o'ynayversin. Ya aka men alayman. Ben alayım. Opamning ovoz bor emas buningda. Shu. Xotin o'ydik puldan 500 koy chiqma. Ha mana. Bu bir yaxshi xotirdan ha bu. Buni saqlab qo'ysak bo'ldigan narsa deyman. Shundami? Ben 500 koy elan aka. Oy, ukam. Shu pulni ep qo'ydim, satdi-da. Voy ya aka satdimdi. Ya bo'lmasa, ma pulni olsam yana boshqacha o'yinib qolmang ukam yana meni juma. Agar unda bo'lib qolsa ma pulni. Voy ya. Elan aka. Film yaxshi akapsiz, men opamning ovozi bor emasmi? Men opamning ovozini anglab turadigan bo'ldim. Rahmat juma aka sizga. Rahmat. Hech yo'q. Ukam. Mening yana azroq ishim bor edi. Men chiqash turay. Tamoq pishaydi. Yo'q, men tamoq turaman. Ma'qul. Xo'sh. Bir ishlab olsam bir ko'rishamiz. Tamam gel masum. Ya, bol. Masum ekrandan rahmet. Men mayada birsini yo'qlab kelgan. O eshikdan qarasam, sizlar yotdilar. Shuning bilan bir yo'qlab chiqdi deb kirib qoldim. Rahmat. Qanaroq avvallari? Obdan turayotganlar? Yaxshi. Mening keslim yo'q. Vallahi voy opa, necha yil bo'pti seni tekshirib boqmag'ili. Bu yil endi bir boshdan oyoq butun bir tekshirish qilibdilar deb mushaydi majburiy yotqizdi desizlar. Yaxshi bo'pti. Bu yosh mushak kelganda bor-ku. Pat doktorxonaga kirib, boshdan oxirigacha bir tekshirish qilmasa ham bo'lmaydi. Shu. U to'g'ri endi. Lekin kirganingizda tekshiryapti. Voy tuganda desam, voy yoq yana bir narsa turibdi voyjon. Bir tugisi istigrek chiqib ketsam deb o'ylayman juma. Bu ishni oldirmayli. Doktorxonaga kirgandan keyin oldirmay. Doktor nimda shuni qilib, boshdan oxiri hammani bir tekshirdi. Nerede kisel bor, nerede yo'q, hamda bilib olsak yaxshi emasmi? Undan keyin xotirjam uyda o'tirgan gap. Shu bola. O bolla yo'q-ku. Hoy, bolla yo'q ulamdigan. Mashadetdi. Kech kunduz billa. Voy balam bo'ldi, keting desam unmaydi. Bu bolalarım bek kuyimchan. Abiyatingiz idorasidan telefonga qoldi. Shunday voy opa, men idoraga berib kelay deb ketib qoldi. To'g'ri xizmat qildi ekan-da. Albatta xizmat qildi. Kadr ekan-da. Yaxshi. Endi kadr degan bo'lmaydi. Bo'pti, hozir shu bolalarning xizmatini aldirash. Voy, uni bir deymizlar. Xizmat besimi ig'ir. Mush xizmat qilmoqmi? Ayta shu. Teklishib ketdi. Vallahi besim bekchiq. Xizmat qilmasak deb bo'lmaydi deysizlar. Shu kemmigin desam texunmaydi. Men bir ig'ir kasal bo'lmagandikan, men bir tekshirish kirgankin. Mishagili kevag'am o bichara boldirmaydi. Shu o'zining opsi bo'lgandan keyin kemiz ko'ngli unmaydi, uyda o'tag'ini unmaydi. Shu kagini yaxshi. Abi doktor bir pat yaqinda chiqdisiz dedim-ku ya. Voy shu men chiqib ketishga oldirayman. Bular yana bir necha turva tekshirdigan, oldirmang deydi. Shu tekshirish tugisi chiqdimi endi bir necha kundan keyin. Bo'pti.
Kiring. Safar. Ma'qul. Qanday ahvol? Yaxshimi? Uy ichi bolalar yaxshida? Yaxshi. Shu bir anlık o'limlik bo'lib qoldi de bir yo'qlab chiqay deb kirishim. Shu vaqtda opamni doktorxonaga yo'qlab kelibsiz-ku, aka. Sizga qanday rahmat aytishimni uqolmadim, aka. Ay, akam. O rahmet yetiş ketmeydi. Bu da özümüzün işi de olsa. Aras. Sizge münasebetlik bir nersi batı. Şunu tapşırıp bir edip kirişim. Ne o? Apanızın avazı yerinden MP-sen. Siz asli opamiz deb kelibsiz-kan de. Opa? Opa? Seni bir mehmon izlab kelibdi. Kim geldi? Opa? Oy, kim o balam? Oy. Yaxshimisiz? Qanday ahvol? O'tir. Apanızda hayat mı de? Oy, bu qanday odam bu? Sap turgan odamga chiqmaydi, chiqma. Qanday odam bu? Sen sap tursan seni o'ldimi dedi. Anda olsa dop kiyapsız ha. O'tganda tag'am tugab ketgan, shundan keyin olgan do'ppa bu. Qanday odam bu? Chiqa. Chiqa. Kechir, xapama lan. Chiqma, qanday odam bu chiqma. Balam bir qusmas qo'yganda nimanda xabalaysan? Nima emasmi? Siz mi xapamoqchi? Yo'q. Chiqa. Bo'ldi, nima degan gapni qo'yanda. Ha, bo'ldi. Ko'rishgandila paranchaylar. Ha? Ma'qul. Qanday ahvolingiz? Yaxshimi? Obdan turdingizmi? Yaxshi turatamsiz? Yaxshi. Sizni tanımadım Shundaq. Siz meni tanimaysiz. Men bag'u dadingiz bilan intan yaxshi o'tgan. Ha, shundami? Ha, dadingiz bag'u intan islo demdi. Burga kelib qolsak o'g'u, gapimiz tugmayli qoladi. Dadamni qanday tanıysiz? Ma to'g'ri so'z deb qolsam, gap bek uzarib ketadi. Shunga ishki emas. Bir xali bir joy berib, aldirmay bir paranchaylar. Yurma. Killa. Kila. Manda gap qarang. Mushu dadingiz hayot vaqtida doktorxonaga bir necha qatim yo'qlab borgan. Shu chaqda vaqo dadingiz menga intayin parasatlik, hikmatli gaplarni deb berganda, shu chaqda zeriksamda anglami deb dadingizning ovozini ungilib olgandim. Ungilib olgan? Ha. Agar xalab qolsangiz, sizga setpaysam bo'ldi. Qarang, bu shu zerikkandimda anglasangiz, dadingizni ko'rgandekli bo'lib qolsiz deyman. Qani qo'yib boqing. Qo'yib boqaymi? Ha. Bo'ldi. Mana mushuningda. Örümceğe çıkan vaktim hazırlıkadaki isimde turuptu. Tirişiptok, uyu tutuptok, balık tutuptok. Hem adın şu salamelek uyum iken. Rast adamın avazı iken. Oy, rast. Neş pul satsaz? Bunu hem de şu dadınızlı işkimizninki şu yakınlık yüz hatırısıdan. Azallam. 500 koyla biriydi. 500 koy? Ha. Öydü o, dadamdan sörtü yaman çıktı. İkilama kulağınızda. Dadamdan avazını anlaş üçün 300 koy veremsiz. Oy. Sağ kim bulap kılayım ki? 300 koy berseniz alay, bom istemem may. Oy. Oturab turun. Bopta. Muşu sizin cemaatınlığa kıygan yaşılığın bop kalsın. Bersem, biri. Ha, ikilama. Oy. Ha, ikilama.
to'g'ri ekan, to'g'ri ekan. Bu asaşkına bak. Kızık. Xo'to. Mancho, 300 ko'q setib oldim. Qanday naqshlar bor ekan bunda? Ey, bunda naqsh yo'q, dadamning ovozi bor ekan. Dadamning ovozi? Qo'yib beqala paqli. Angla, ha? Balıktık. Her numarın şu salamelek uyumu ki. Voy, bu dadamning ovozida aytqandiz, bu ishtishaklarning ovozi chiqib yuradi buningda. Og'zingni tujma. Tamma kül dolar. Abdüzi gül dolar. Yalğız atның çenge çıkmaz. Çenge çıksımı tenge çıkmaz. İstiqballık karxallağa. Məbləğ salsan ziyan çıkmaz. Güç birlikte, iş ümlükte. Birləsiniz bağı bostan bərpa bolar çöllükte. Jipek yolida yangragan xush ovoz qalbimni larziga selib, uni tanlashimga turtki bo'ldi. Men meni tanlash supsiga sahib qilgan mo'tivarni tanladim. Mening tanlashim yanada mo'tivar. Mo'tivar kiyimlari. Ekran aptitali ang yangi kino programma, ang yangi mazmunlar bilan turmushingizga yangicha tuyg'u va xushalliqlarni ato qiladi. Qayerda bo'ling, qo'lingizda yon qo'lda bo'ladigan xuddi jahonnoma aynikidek ajoyib g'aroyib qiziq mazmunlarni ekran aptitali orqali ko'ra olasiz. Tezdan harakat qiling. Abdulla Abdurim obraz vakilligidagi ideya ko'chma savdo shaharchisi 5000 dan ortiq tor nuqtasini shakllantirgan, 40 ming xildan ortiq sifatli arzon mahsulotlarni bozorga solgan, a'lo ham bexatar mulozimati bilan tor iste'molchilarining qizg'in olqishiga erishgan universal mol setibili supsi bo'lib, tor iste'molingizdagi oldin tanlashingiz bo'la oladi. Mo'jandab otaydu anglag'am bilgan, ehtimol baratni hammanglar ko'rgan, atudin kakkacha boy bo'lish xiyolida, pul tepish ko'yida yurgan, qimmatga qaridab chiroyi o'ngan, arzonning kaynidin chapqa yugurgan, barat hay barat, tashdin chin barat, kimsak bermas chashqanga barat, bixil barat.